Angliya Tashqi ishlar Federatsiya va taraqqiyot ishlari ministrligi 6 oktyabr Angliya, Amerika, Germaniya, Fransiya, Kanada, Avstraliya, Belgiya, Gollandiya, Norvegiya, Finlandiya, Shvetsiya, Yaponiya va Honduras qatorliq 39 davlat Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy majlisida birlashib bayonot imzolab, Sharq Turkistondagi kishilik huquq vaziyati va Hong Kongning navbatdagi vaziyatiga bo'lgan andisini oshkor ifodaladi. Germaniyaning Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi doimiy vakili Kristof Hosken Birlashgan Davlatlar Tashkiloti umumiy majlisining ijtimoiy, insonparvarlik va madaniyat ishlari 3-komiteti yig'inida 39 davlatga vakolatan so'z qilib, biz Xitoyning kishilik huquqqa, bo'libmi Sharq Turkistondagi Uyg'ur va boshqa musulmonlarning Tibet xalqining dinini hurmat qilishga chaqiriq qilamiz dedi. Birlashma bayonotda Xitoy Sharq Turkistonda g'oyat zo'r ko'lamda siyosiy qayta tarbiyalash lageri qurgan. Ishonchlik statistikada 5 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa musulmon xohlagancha qo'lga olingan. Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarga qarata qattiq nazorat qilish, majburiy tug'ut cheklash va majburiy emgak qatorliqlar Sharq Turkiston kishilik huquq vaziyatining og'ir daxli ta'ruzga uchrayotganligini gavdalantirdi deganlar bayon qilingan. Bayonotda yana Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislarining Hong Kongning davlat bexatarlik qonuni Xitoyning xalqaro va'dasiga xiloflik qilish to'g'risidagi yakunidan andish qilib, ayplash delolarini Hong Kongdan Xitoy o'lkalariga yo'tkilishidan andish qiladiganligini bildirgan. O'rtaq imzo qo'ygan davlatlar aloqador organlarni xalqaro fuqarolar va siyosiy huquq ahdnomasi, Xitoy Angliya Birlashma xitobnomasi tarafidan qo'g'dilgan huquqlar, nutq, axborot va yig'ilish erkinligini qo'g'dashga chaqirgan. Bayonotda yana Xitoy hukumatining Birlashgan Davlatlar Tashkiloti kishilik huquq oliy komissari va ishxonasi qatorliq mustaqil kuzatuvchilar va aloqador alohida tartiblarga mas'ul kishilarning Sharq Turkistonga darhol va cheklimisiz kirishiga ruxsat qilishiga, irqiy kamsitishni tugutish komitetining Sharq Turkistonga oid 8 taklifi, yana Uyg'ur va boshqa musulmon millatlarni xohlagancha tutib qolishdan saqlanish qatorliqlarni jiddiy ijro qilishga chaqirgan.